2015-yil Cobalt mashinamizni sotuvga chiqyapti. 206 ming kilometr masofani bosib o'tgan, rangi oq, o't betlarida kraskalari bor. Mana shu Krilo'da almashgan ekan. Krilo imamitda ozgina petnosi bor ekan. Mashina o'zi umumiy turishi zo'r. Hadovoylari yaxshi, balonlari yaxshi, Captiva diskalida turibdi. Balon holatlari yaxshi holatda ekan. Keyin mana bu yerda ham ozgina petnosi bor ekan. Mashinani umumiy holati juda ham idealniy holatda. Hop, bagajda gazi bor. Gazda yuradi. Mashina mana shunaqa navorotlari bor, buferlari bor. Hop, salon holatlarini ham hozir ko'rsatamiz. Mana bu yoq taraflarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Mashina tinuv bo'lib turibdi. Kimgadir shu mashina qiziq bo'lsa, yana o'zingizlar aloqaga chiqsanglar, kelib ko'rib, yana o'zingizlar tekshirib, ustinglarga ko'rsatib olsanglar bo'ladi. Salon holatlarini ko'ryapsizlar. Tepalariga alikantaralar qilib qo'yilgan. Salon holatlari juda ham idealniy holatda, yaxshi akkuratniy haydalgan, yaxshi ko'riklar bor, chexollari yaxshi o'rtacha holatda. Xo'p. Holati orqa taraflari ham yomon emas, yaxshi holatda turibdi. Shu mashinamizni kimgadir qiziq bo'lsa, nomer qoladi, aloqaga chiqinglar. Inshaalloh chiroyli narxlarda barakasini qilib bo'ladi. Nomerlar qoladi, aloqaga chiqavringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.